Savol beraman, javob bermasangizga qarshi tanishlar bitta uraman. Aksiya degani nima degani? Qimmatli qog'oz, bilaman qimmatli qog'oz. O'zi aksiya degani nima degan dedi? Ulush emas. Ulishli qimmatli qog'oz to'g'ri keladi. Aksiyalar necha xil bo'ladi? 2 xil bo'ladi. Qanday? Imtiyozli, oddiy. 5000 so'm. Aksiyaning nominal qiymatining eng yuqori qiymati 5000 so'm. Eng past qiymati qancha bo'lishi mumkin? 1 so'm bo'lishi mumkin. Aksiyani kimlar chiqaradi? Aksiyadorlik jamiyat chiqaradi. Aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali qancha bo'lishi kerak? Eng kam miqdori. Qattiqroq. 400 milliondan baland. 400 million so'm bo'lishi kerak. Eng kamida 400 million so'mdan ko'p emas. 400 million so'm. 400 million so'm o'tadi chegara. Oddiy aksiya dedik, imtiyoz dedik. Uning nisbati qancha bo'lishi kerak? Aha. Chiqarilayotgan aksiyaning 20% gacha imtiyozni chiqarish mumkin. Qolgani oddiy bo'lishi mumkin dedik. 12 ta odam o'tiribsiz. Aylantiryapman, javob berib o'tiribsiz. Nima qilay? Kompyuterni shurni olib uraymi? Keyingi bir dars o'tayotgan paytim boshqasida shu nurni olaman, savol beraman, javob bermasangizga qarshi tanishlar bitta uraman. Qo'limdan shunday qilaman-da, shunday qilaman. Qanday tegsa shuni tegadi. Zarb bilan tegadimi, asta tegadimi, farqi yo'q. Kelishdik? Bo'ladimi? Bo'ladi. Nordic University. Ta'limda mukammallik sari.